Salom, mening ismim Shohrux. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan mavzuim sun'iy intellekt kelajak texnologiyasi. Bu mavzuga mening rejalarim quyidagilardan iborat. Birinchi rejam kirish, 2 sun'iy intellekt tarixi, 3 sun'iy intellekt turlari, 4 sun'iy intellekt kundalik hayotda, 5 sun'iy intellekt tibbiyotda, 6 sun'iy intellekt moliya sohasida, 7 sun'iy intellekt ijodkorlikda, 8 sun'iy intellekt va kiber xavfsizlik, 9 sun'iy intellekt cheklovlari haqida, 10 sun'iy intellektning ish o'rinlariga ta'siri haqida, 11 sun'iy intellekt va inson hamkorligi, 12 etnik muammolar, 13 sun'iy intellekt biznesda, 14 xulosa. Birinchi reja kirish. Sun'iy intellekt bu insoniy fikrlashga taqlid qiluvchi dasturlar va tizimlar majmuasidir. U hayotimizning turli sohalarini inqilob qilishda davom etmoqda. Ya'ni hayotimizning turli sohalariga sun'iy intellektlar asta-sekinlik bilan kirib kelmoqdalar. Ikkinchi reja sun'iy intellektning tarixi. 1950-yil Alan Turing mashinalar fikrlay oladimi degan savolni qo'ydi. Shundan so'ng 1956-yilda Dartmouth konferensiyasida sun'iy intellekt ilmiy sohaga aylantiriladi. 2000-yillardan boshlab sun'iy intellektni o'rganish juda rivojlanadi. Sun'iy intellektlarning turlari. Sun'iy intellekt hozirgi kunda 3 qismga bo'linadi. Bular tor sun'iy intellektlar, umumiy sun'iy intellektlar, super intellektlar. Tor sun'iy intellektlar bu maxsus vazifani bajaruvchi sun'iy intellektlardir. Bularga Google Translate, Siri va shaxmat dasturlari kabi ilovalarni misol qilishimiz mumkin. Umumiy sun'iy intellektlar bu inson kabi mustaqil fikrlay olish qobiliyatiga ega sun'iy intellektdir. Hozirgi kunda bunday funksiyaga ega sun'iy intellekt mavjud emas. Super intellekt bu insondan ustun keluvchi sun'iy ongdir. Bunday sun'iy intellektlar kelajakda paydo bo'lish ehtimoli bor. 4. Sun'iy intellekt kundalik hayotda. Sun'iy intellekt kundalik hayotning o'rni tobora ortib bormoqda. Xususan, Google Assistant, Siri va Alex kabi smart yordamchilar virtual olamni soddalashtirmoqda. Ya'ni virtual olamni tushunarliroq qilib ko'rsatmoqda bizga kundalik hayotimizda. 5. Sun'iy intellekt tibbiyotda. Sun'iy intellektlar hayotimizning barcha boshqa sohalari singari tibbiyotda ham o'z o'rnini egallab bormoqda. Sun'iy intellekt asosan tibbiyotning 3 ta muhim yo'nalishida muhim rol o'ynamoqdalar. Bular kasalliklarni aniqlash, dori ishlab chiqarish, jarrohlikda yordami. Sun'iy intellektlar MRT va rentgen tasvirlarini tahlil qiladilar. 2. Dori ishlab chiqarishda yangi dori moddalarini yaratishda tezlik va samaradorlikni oshirib beradi sun'iy intellektlar. Jarrohlikda yordam. Sun'iy intellektga asoslangan robot xirurglar operatsiyani aniq bajarish qobiliyatiga ega hozirgi kunda. 6. rejam sun'iy intellekt moliya sohasida. Moliya sohasida sun'iy intellektlar asosan fraud, ya'ni firibgarlikni aniqlash va sarmoyalarni boshqarishda kerak bo'lmoqda. Firibgarliklarni aniqlash, sun'iy intellektlar bank firibgarliklarni oldini aniqlayapti sun'iy intellektlar orqali. Sarmoyani boshqaruvi. Sun'iy intellekt investorlar uchun eng yaxshi variantlarni tavsiya qiladi. 7. rejam sun'iy intellekt ijodkorlikda. Sun'iy intellektlar to'laqonli inson kabi mustaqil fikrlay olish olmasa-da anchagina ijodkor hisoblanadilar. Masalan, rasmlar yaratishda, musiqa bastalashda, hikoya va maqolalar yozishda sun'iy intellektlardan foydalanilmoqda. Rasmlar yaratishda DALL-E va Midjourney kabi sun'iy intellektga asoslangan ilovalar orqali rasmlarni qayta ishlashimiz mumkin. Yangi rasm yaratishimiz mumkin. Musiqa bastalashda, ya'ni Google Magenta loyihasi sun'iy intellektlar orqali musiqalar yaratmoqda.
hikoya va maqolalar yozadi. ChatGPT va Jasper kabi tizimlar orqali buni amalga oshirishimiz mumkin. 8-chi reja sun'iy intellekt kiberxavfsizlik. Sun'iy intellekt va kiberxavfsizlik. Xavfli hujumlarning oldini aniqlash. Kompaniyalar xavfsizlikni oshirish uchun sun'iy intellektlardan foydalanmoqda hozirgi kunda. Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish. AI shubhali harakatlarni kuzatib boradi. Ya'ni sun'iy intellektlar shubhali harakatlarni kuzatib boradi. 9. Sun'iy intellekt kamchiliklari. Hamma narsaning yaxshi tomoni bo'lganda ham kamchilik tomoni ham bo'ladi. Hozirgi kunda sun'iy intellektlarga tafakkur hamda insonga oid hissiy tuyg'ular yetishmaydi. Hamda yana bir kamchiligi ma'lumotlarga bog'liqligidir. Hozirgi kundagi sun'iy intellektlar ma'lumotlarga bog'langan, ya'ni o'ziga yuklangan ma'lumotlardan chetga chiqa olmaydi. Ya'ni misol uchun ChatGPTni oladigan bo'lsak, u o'ziga yuklangan ma'lumotlardan tashqariga chiqa olmaydi. Ya'ni siz savol bersangiz, o'sha savol sizning bazangizda bo'lsa to'g'ri javob beradi. Agar o'sha savol sizning uning bazasida bo'lmasa, unga yaqin bo'lgan variantlarni sizga taqdim etishi mumkin, lekin aynan o'zini chiqarib berish ehtimoli kam. 10-reja sun'iy intellektlarning ish o'rinlariga ta'siri. Sun'iy intellektlarning ish o'rinlariga ta'siri salbiy hamda ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Salbiy ta'sir ba'zi kasblarning avtomatlashishi, ya'ni sun'iy intellektlar taksitchilar, kassirlar, hujjatlarni tahlil qiluvchilar o'rnini egallashi mumkin. Ijobiy tomoni yangi kasblarni yaratish ham mumkin. Misol uchun ma'lumot muhandislari, sun'iy intellekt mutaxassislari kabi yangi sohalarni paydo qilish mumkin kelajakda. 11-reja sun'iy intellekt va inson hamkorligi. Buni biz tibbiyotda ko'rishimiz mumkin. Shifokorlarga tashxis qilishda juda katta yordam bermoqdalar hozirgi kunning o'zida. Muammolarni hal qilishda sun'iy intellekt bilan insonlar birgalikda eng yaxshi natijalarga erishadi deb hisoblayman. 12-rejam etnik muammolar. Sun'iy intellektlar noto'g'ri qarorlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni sun'iy intellekt noto'g'ri va yoki adolatsiz natijalarga olib kelishi mumkin. Bu fakt. Shaxsiy hayotning buzilishi. Yuzni aniqlash texnologiyasi suiiste'mol qilinishi mumkin. 13-rejam sun'iy intellekt biznesda. Mijozlarga xizmat ko'rsatish. Chatbotlar va video yordamchilar shu mijozlarga xizmat ko'rsatmoqda. Ya'ni sun'iy intellektlarga asoslangan chatbotlar va video yordamchilar mijozlarga xizmat ko'rsatmoqda hozirgi kunda. Marketing va reklamada sun'iy intellekt mijozlarning xulq-atvorini taxmin qiladi. Ya'ni sun'iy intellektlar mijozlarning xulq-atvorini taxmin qilgan holda unga kerakli bo'lgan mahsulotlarni tavsiya etishi mumkin. Mijozga kerakli bo'lgan mahsulotlarni tavsiya etishi mumkin. 14 va oxirgi rejam sun'iy intellekt xulosa. Sun'iy intellekt hayotimizni o'zgartirishda davom etmoqda. Uni samarali va xavfsiz qo'llash muhim deb hisoblayman. Agar uni xavfsiz qo'llamasak, ya'ni sun'iy intellektlar noto'g'ri qo'llasak, sun'iy intellekt bizning aytganimizni qilmay qo'ysa, u juda katta xavfga aylanishi mumkin hamda insoniyatni yo'q yuborish ehtimoli ham yo'q emas. Ya'ni o'sha bu boyna biz ta'kidlagan super intellekt, ya'ni insondan ustun turuvchi onglar yaratilsa, ya'ni sun'iy intellekt o'zidan kelib chiqqan holda yaratilsa, u insonning aytganini qilishi va qilmasligiga hech kim kafolat bermagan. U yaratilsa, agar u yaratilsa, insonning aytganini qiladimi, qilmaydimi, uni bilib bo'lmaydi. Agar u insonlarni yo'q qilish fikri kelsa, insonlar zarar keltiradi bu dunyoga deb hisoblasa, bu juda katta xavfga aylanishi mumkin deb hisoblayman. Bular esa sun'iy intellektlarda yaratilgan fotolar hamda sun'iy intellektga asoslangan o'yinlardan olingan lavhalar.
Bular sun'iy intellekt, ya'ni tor sun'iy intellektlarda yaratilgan rasmlar hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman.